Assalomu alaykum hammaga. Bugungi YouTube videomizda qanaqa qilib Instagramdan targetga yoqqanda birinchi bo'lib Apple Store, ya'ni o'sha Apple iOS sistemasi orqali Instagramdan yoqilganda olinadigan sbor o'rtacha 30% bo'ladi. Yana plus 12% NDS olib qoladi. Ya'ni $100 reklama yoqqaningizda sizda $142 pul yechadi. Shuni qanaqa qilib to'lamasdan, qanaqa qilib profilni to'g'ri to'ldirib shu naloglarni to'lamaslik yo'lini ko'rsataman. Birinchisi, aytganimdek Apple Store, ya'ni iOS sistemasidagi ofitsialniy Instagram ishlatganingizda 30% nalogi. Buni qanaqa qilib olib tashlasa bo'ladi? Birinchi bo'lib, siz buni olish juda ham oson. Brauzerda instagram.com ga kirasiz va brauzer orqali shu Instagramda продвигать knopkasini bosib yoqsangiz, sizning telefoningiz iOS hisoblanmaydi, chunki siz iOS programmasini ishlatmayapsiz va siz bu yig'imdan qutulasiz, ya'ni nalogga to'lamaysiz. Bu 30% ni qanaqa qilib tejab qolishi birinchi usuli. NDSga sal qiyinroq bo'ladi. Hozir telefonda qanaqa qilinishini ko'rsatib beraman. Yangi ochilgan profilimiz Level Up Chilonzor. Xuddi shuni hozir sizlarga qanaqa qilib bundan NDS olib berishni ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib настройкаga kiriladi. Etdan pastga tushib, платежи degan joy topiladi. Mana платеж за рекламу, вставление счетов. Mana shuni bosamiz. Mana mana shu yerda eng главный joy. Informatsiya kompaniyani to'ldirishimiz kerak. Hamma narsamiz turadi. O'zbekiston bo'lib turishi kerak, dollar США, Aziya, Toshkent, Aziya bo'lib turishi kerak. Kompaniyaning nomini yozamiz. Ya'ni nimadir target yo'qoz, ya'ni siz qaysidir firmani nomidan yoki qanaqadir YTT nomidan ishlashni boshlagansiz. Keyin kompaniyani adresini to'ldiramiz. O'sha sizda qanaqa qilib yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozamiz. Yo'qsa do'koningizning adresini yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda Chilonzor 2-mavze 64-domda joylashgan ekan. Shu bilan yozib to'ldiramiz. Bu yerda chiqib qolishi mumkin. Topsangiz topdingiz, topmasangiz stavit adres вручную bosib yuborasiz. Город Toshkent bo'lsa Toshkent, Samarqand bo'lsa Samarqand qilinadi. Shtat provinsiyaga tumanini yoki shaharni otini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Indeksi o'sha o'zingizni joyingizdagi pochtoviy indeksdan olsangiz bo'ladi. Biz 1099 qilib yozib qo'yamiz Toshkentniki. Keyin mana mashetdi eng главный narsa nomer плательщика NDS, ya'ni sizning firmangiz NDS to'lovchisi bo'lsa, sizda firmaning INNisi bo'ladi. Bizda bu yerga 1 2 3 4 5 6 yozib qo'yamiz, chunki hammaning o'zini unikal kodi bo'ladi va shu tagida galchkani qo'yamiz va сохранить knopkasini bosib qo'yamiz. Shunda siz 12% nalog to'lamaysiz. Yana o'sha boyga aytgan Apple Store'ni siz qayerdan ko'rsangiz bo'ladi. Programmani o'zidan yoqqaningizda, ya'ni mana продвигать publikatsiya knopkasini bosamiz. Dalее o'zingiz настройка qilishingizga qarab, посетить profil, auditoriyani tanlab o'zingizdan qilasiz. $10 va 10 kunga. Mana yoqqanimda hech nimani ko'rsatmayapti. Lekin mana orqaga qaytaman. Men sizga hozir qayerda bu narsani aytayotganini ko'rsataman. Mana tagida servis sbor Apple deb рассчитание keyin bo'ladi deyapti. Shunda kliyentda sizda 30% nalog qo'yib beradi bu narsani o'zi. Shuning uchun instagram.com ga kirib, sizlar o'zingizlar reklamani instagram.com ga xuddi Instagramga kirgandek kirasizlar va o'zingizlar profiliga kirib, просто продвигать knopkani bosib, o'zingizlar reklamani yoqib ko'rasizlar. Agar kimga shu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan podpiska tashlab qo'yinglar. Keyin bundan tashqari reklamada yo'qotganda auditoriyangiz qanaqaligini bilmaysiz. Kimga reklamani ko'rsatishni bilmaysiz. Agar sizda ham shunaqa muammolar yo'qmasa, professional targetolog bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, kontaktlarimizdan yozib qoldirib ketaman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlarga videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun konsultatsiyaga 50% skidka bo'ladi. Va agar target uslugasini oladigan bo'lsanglar, proyektinglarning katta kichkinaligiga qarab tariflar bor. Tariflardan tanlab olasizlar. Birinchi oyiga 50% lik skidka beriladi. Bu faqat shu videoni oxirigacha ko'rgan odamlar bilishadi, boshqa hech qayerda aytilmaydi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Like bilan podpiska bosib, kuzatishni davom etinglar. Bundan hali zo'r narsalar qilib chiqamiz.